Xo'p. Hamidov Rashidjon, to'g'rimi? Xo'p, demak, bu уже Xudo xolasa ikkinchi etap muolajamiz, to'g'rimi? Kurs lecheniya hisobida. Xudo xohlasa oldingiga nisbatan ancha yaxshi, 3 barobarga yaxshilangan allergologik ko'rsatkichlar ham, kislorodga bo'lgan ehtiyojlar ham spirografiyalarda tekshirganimizda havo, ya'ni o'pkaning tiriklik sig'imlari hammasi yaxshilangan. Xo'p, bolani o'zida ham sezildimi ancha o'zgarishlar? Qanday? Nafas olishlari yaxshi, tez-tez shamollash bo'lmadi, holsizliklar bo'lmadi, shamollamadi ham. Ozgina terlash bor. Terlash uchun ham hozir vitamin komplekslarini yozib beramiz. Vitamin D, kalsiylarni birozgina titri pastlagan, ularni normallashtirib beramiz. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi muolajadan keyin. Xo'p, hozir ikkinchi kurs muolajani boshlaymiz inshaalloh. Buning uchun birinchi navbatda nafas mashqlarini qilish kerak bo'ladi. Ertalab va kechqurun nafas mashqlari yarim soat ertalab, yarim soat kechqurun o'tirgan holatda bajariladi va qog'ozning orqasida ruxsat berilgan taomlar bor. Oz-ozdan tez-tez ovqatlanadi. Ko'proq piyoda yurish tavsiya beriladi. Tushunarlimi? Xudo xohlasa bularning holati bo'yicha nafas mashqlari, ovqatlanish ratsioni, suyuqlik ko'proq ichish va bizning muolajamiz, kerakli fizlecheniyalar, yuqorida massajlar barchasi qo'llaniladi, azon terapiyalar tavsiya beriladi. Bo'limda hammasi bajariladi. O'zim va hamshira, vrach yordamchim yordamida. Inshaalloh ikkinchi kurs lecheniyani to'liq oladigan bo'lsalar, hozirgi o'zgarishga nisbatan yana ham уже 70-80% ga yana yaxshilanadi, Xudo xohlasa, nasib bo'lsa. Inshaalloh Alloh shifo bersin. Avvalolloh biz sababchi, Xudo xohlasa yaxshilanadi. Hozir ko'rsatkichlar yaxshi, ortiqcha dori yozmayman. Faqatgina ingalyator glikokortikosteroiddan beraman. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Qolgan barcha dori-darmonlar o'zimizdan sxema asosida bajariladi. Alloh rozi bo'lsin, charchamanglar. Xo'p. Demak